Assalomu alaykum aziz ustozlar, bayramingiz bilan tabriklayman. Ilohim martabangiz bundan-da baland bo'lib, har bir yoshga shunday qalam tutqazib ilm berishdan charchamanglar aziz ustozlar. O'zi meni ustozlarga dim hurmatim baland, havas etaman, meni o'qituvchi bo'lish niyatidaman. Ilohim kamida darslardan martaba bersin menga. Dim havas etib hurmat etaman hammalaringizga. Bugun Nasiba opa bilan o'zimni onajonim Gulzira opa nomidan tabriklashga keldik. Keyin oramizda Gulnur opa muallim bor ekan, nachalniyda. Gulnur opa turvaring. Ularni biz bilan tabriklaymiz. Ilohim uzoq umr ko'ring. Shunday o'quvchilarga ilm berishdan charchamang. Hamkasblaringiz tabriklab qo'yiladi. Tabriklayman. Ustozlar, aziz hamkasblar, hammalaringizga bugungi Chakdiyani o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Murod aka marhumamni sizga tabriklab qoldi. Yaxshi bo'lsa, Xudo xohlasa 2 yilga 60 yoshda ikkovimizning yubileyimizga birga beramiz. Bir cümle aytishimni iltimos etib qoldi. Men mana shu 61-maktabga kelganimdan 30 yildan oshibdi. Mana shu jamoada kollektivda ishlaganimdan, mana shu 61-maktabda bir izlarim borlig'idan, oyoq izlarim borlig'idan, mana shunday kollektivda bir kichik bo'lsa da o'rin borligidan faxrlanaman, mamnunman. Mana shunday bir farishtali, bir obro'li kollektiv, judayam ko'p bir yaxshi insonlar yetishib chiqqan mana shu maktabda. Mana shunday maktabda ishlaganimdan quvonaman. Bugun men uchun qo'shaloq bayram. Endi har yil ham men uchun qo'shaloq bayram edi. Bugun boshqacharoq hayajonli bir qo'shaloq bayram bo'lib turibdi. Men mana pensiyaga chiqish arafasida, bu sohasida turibman. Endi yosh chiqarman deb yurdim. 55 ga qarab ketadi ekan. Men hayajondaman bundan. Endi mana shu maktabga qadam qo'yganimdan beri judayam ko'p bir yaxshi yomon kunlarimizni shu kollektiv bilan baham ko'rdim. Hamma vaqt eshigimiz ochiq edi mana shu kollektiv uchun. Bundan keyin ham Xudo xolasa hammangizni shu yubileylarda, to'ylarda taklif etib qolaman. Bugun salgina ko'nglim yarim bo'lib turibdi. Jamoadoshlaringiz sizga kichkinagina sovg'asi bor ekan. Endi so'zni direktorimizga bersak tabriklash navbati. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Mamlakatdan qartayib, yaxshi hech qachon ketmasin, yelkalash ko'rishingiz nasib etsin. Vaqtlardan to'ylarida yurib nasib etsin sizlarga. Jurnal professorimiz tomonidan bir arzimagan sovg'a sizga shu topshiriqni qilib bersa. Tabriklayman dunyolaringda. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Murod akam bilan qo'sha qarab farzandlaringizning, oqtiqlaringizning rohatini ko'rib yuraman. Mana shu bugungi bayram bilan ham chin qalbimdan tabriklayman. Salomat bo'lin. Muborak bo'lsin. Murod akam bilan qo'sha qilaman. Sog'omon yurib shunday tug'ilganlar, bayramlarni ko'pchiligini ko'rmak nasib etsin. Sog'omon bo'lsin. Hurmatli jamoamiz, bugun biz uchun haqiqatan qo'shaloq bayram ekan. Safdoshimiz, tengdoshimiz, dugonamiz
Gulnora qizning tug'ilgan kunini ham shu bahonadan nishonlayotgan ekanmiz. Gulnora qizni tabriklaymiz. Chin qalbimizdan Yaklaştık koy. haqiqatdan ana shu maktabda ancha yashab qo'ydik. Hali qancha qilinmagan ishlar bor. Ana shu umrimiz davomida biz juda ham baxtiyor bo'ldik. Ana shu baxtiyorlik bundan seni tark etmasin. Sen orqali oila a'zolaringni, Murod akani ham tabriklaymiz. Chunki bugun ularga ham juda katta bayram. Ana shu bayramdan bayramga yetaveraylik. Safimiz hech qachon kamaymasin. Gulnora qiz yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Gulnora tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Shu Murod bilan qo'shaqari birga qartayib, vaqti chog'liq yo'llardan ko'rish nasib etsin. Doimo shunday Muroddan ochilishi oldingizda sog' bo'lsin. Shu doim kollektivni tark etmagaysan, birga doim ko'nglimiz birga. Hammangizni ustozlar bayram bilan tabriklayman. Shu murabbiylar kuni bilan doim kulgu tabassum arimasdan yuzingizdan xonadoningizga quvonch tilayman, totuvlik tilayman. Baxt tark etmasin hech qayerimizni. Tabriklayman. Gulnora qo'shaloq bayramlar bilan tabriklayman. 100 yoshlarga chiqib yurgaysan. Hamma shunday kulib, o'ynab yurish nasib etsin. Murod bilan teng qantayib, shu aktivlardan, chog'liqlardan, yolg'liqlardan ham rohatini birga ko'rish nasib etsin. Boshqa hamma hamkasblarni ham shu fursatdan foydalanib, o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Ishlaringizga omad tilayman. Avvalo hamma hamkasblar, ustozlar, shariklar bayram bilan tabriklayman. Va bayramlarni ko'pini birgalikda nishonlash nasib etsin. Shu mashaqqatli, sharafli ishlaringizda kuch-quvvat tilayman, ishlaringizga omad tilayman, oilangizga yoshlarga jannat, baxt, saodat tilayman. Gulnora singlim tug'ilgan kunlaring qutlug' bo'lsin. Murod chiqqanim bilan teng yashashib, bolalardan, aqtiqlardan, kelalardan qiziqlarni ko'rib o'rgaysizlar. Sog' bo'l. Tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Va o'ylab qarsak, tinch o'tgan har bir kunimiz, yanimizda yaxshi odamlarning borlig'i shu baxt ekan. Shu bizlar baxtli odamlarimiz. Hammaga shunday baxt bardavom bo'lsin. El yurtimiz tinch bo'lsin deyman. Xayrli kech, ustozlar, shogirdlar, o'qituvchilar, hammangizni birinchilikka va shu murabbiylar, ustozlar kuni bilan tabriklayman. Hammangizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Shu mashaqqatli ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Gulnora tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Uzoq umr ko'rgaysan. Murod aka bilan teng qartayib, shu farzandlarning baxti taxtini ko'rib yurgaysan. Murod aka yaxshi bo'lib ketib shu safingizga qaytsin. Senni ishga bir yilda kelibni 34 yil bo'yotir ekan. Shunday kollektivda ishlaganimda men ham xursandman. Xudoy umring uzoq bo'lsin. Bugun mana 2 bayramda inshaalloh xatirimiz ertaga yana 2 tug'ilgan kun bo'lib ketadi. Elmira qizimizni ham tug'ilgan kuni qo'shib ketadi ertaga. Uni ham tabriklaymiz. Gulnora yana bir marta tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Hurmatli jamoadoshlar, bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman hammalaringizni. Ishlarimizga rivoj bersin Allohim. Gulnora qiz Dugonajon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Biz uchun hamisha Gulnora qiz bo'lib qolin. Gulnora onajon emas. Murod akam bilan bir umr baxtli hayot kechiringlar. Qo'sha qaringlar. Tabriklayman. Gulnora do'stim tug'ilganingizda tabriklayman. Murod akam bilan qo'sha qaringlar. Farzandlarning tomoni ko'rishinglar. Hamkasblar hammangizni birinchilikda ham bir o'qituvchilar bilan tabriklayman.
Assalomu alaykum aziz ustozlar, hamkasblar. Bugungi kasb bayramlaringiz bilan hammangizni tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Gulnora tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Murod akam bilan qo'sha qariman. Farzandlaring baxtiga, taxtiga suyanib yurgaysan. Assalomu alaykum hammaga. Hammangizni ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Gulnor opa, Ayapajon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Uzoq yashag'aysiz. Murod akam bilan qo'sha qarib, farzandlaringizning rohatini ko'rib yurgaysizlar. Hammangizni tabriklayman bayramlar. Hurmatli ustozlar, bayramingiz qutlug' bo'lsin. Hammangizga Gulnor opa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Murod akam bilan teng qartayishib, bolalaringizning, farzandlaringizning kamolini ko'rib yurish nasib etsin. İnşallah bayram. Gulnor opa tabriklaymiz. Murod akam bilan qo'sha qolmaymiz. Sağlıklarını, şıklıklarını ko'rib yurish hepimizga nasib etsin. Endi bizlarning ustozlarga kichkina sovg'alarimiz bor edi. Naziya opa nomidan shu kichkina sovg'alarimizni aziz ustozlar qabul etib olasizlar. Bolalar, qo'shiqlar bilan, chiroyli musiqalar bilan Naziya opa shu ustozlarimiz uchun, o'z jamoadoshlari uchun o'zining qo'l mehnati bilan erinmasdan tayyorlab chiqdi sovg'alarni.
aziz ustozlarim, aziz muallimlarim, men sizlarni shohlariki bahaybat azim chinor daraxtiga o'xshataman. Sababi chinor 1000 yillik daraxt bo'lib, o'zining ko'rki bilan, soyasi bilan hammaga mehr ulashadi, ulashadi, baxt ulashadi. Chinor 1000 yillik daraxt. O'sha yillar davomida o'tgan-ketgan yo'lovchilarni o'z ko'rki, salovati bilan, go'zalligi bilan rom qilgan bo'lsa, xuddi shunday siz ustozlar ham o'zingizdagi bor bilimingizni, kuchingizni shogirdlaringizga berib, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berasiz, yordam berishga sababchi bo'lgansiz. Shu'urga nur sochib mash'al ko'targan sizdek ustozlarga olam mahliyo deyman shu ayonda sizni qutlarkan boshingizdan ketmasin sira ham ziyon. Aziz ustozlarim, aziz chinorlarim, men sizlarga chinor umrini tilayman. Umringiz chinordek uzun, hayotingiz gullarga bezansin. Yosh avlodga ta'lim berishdan qolmay yuraveringlar aziz ustozlar. Keyin Nasiba opaning kichkinagina tabrigi bor edi, alohida mening shu tabrigimni o'qib eshitib degan berish uchun olamiz. Aziz ustozlar, aziz muallimlar, barchangizni yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Barchangizga yosh avlodni tarbiyalashdek mas'uliyatli va mashaqqatli kasblaringizda omad yor bo'lsin deyman. Hamisha xormay tolmay yosh avlodga bilim berib, ularning kelajakdagi yutuqlaridan sarmast bo'lib, shogirdlaringiz, farzandlaringiz baxtiga hamisha omon bo'ling deyman. Barchangizni ustoz va murabbiylar kuni bilan butun oilam, farzandlarim va Alisher turmush o'rtog'im nomidan chin dildan muborakbod etaman. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling. Siz tarbiyalab voyaga yetkazgan shogirdlar doimo vatanimizning har bir jabhasida o'z o'rnini topib, sizga va ota-onasiga rahmatlar, barokatlar olib keladigan farzandlar bo'lsin. Iymon qayda edi ustoz bo'lmasa, urfon qayda edi ustoz bo'lmasa, sohib Qur'on qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa. Yuqsillar yurtiga dunyo keltirgan, sahrolar bag'riga daryo keltirgan, u yurtdan bu yurtga ziyo keltirgan karvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan mudom suyuk atalgan, 7 asr avval ko'kka qadalgan karvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Aziz ustozlarim, aziz chinorlarim, men sizlarga uzoq umr, sog'lik, omonlik, oilaviy baxt tilayman. Hamisha yosh avlodga xormay tolmay bilim berib yuraverishingizni Allohimdan so'rab qolaman. Hamisha omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Bu Nasiba opaning sizlarga alohida yo'llagan tabrigi edi. O'zi bo'lmasa ham o'zini nomidan men keldim. Yana bir marta bayramlaringiz bilan tabriklayman aziz ustozlar. Endi o'tirmaymiz, yaxshilab qani to'yg'azdan bo'lsa, endi chiqib o'ynaymiz o'rtada. Sizlarga aytganlar, shu qo'shiqlar chiqdi, qani o'ynaymiz. Ya ovqatga
görüşgenimde intizarman yarsan gel sen hayatım benim sevinçim intizarman yarsan gel Aşkında giymişem görüşgenimde ilk bahardan yarsan gel sen hayatım benim sevinçim ilk bahardan yarsan gel Afadarım benim ilk baharım benim Aşkımda giymişem saadetimiz Sen gelmezsen gel yar ay yüzleşip saklar Çengil derdime una mehabbetimiz Vafadarım benim rihvan benim Aşkımda giymişem saadetimiz Sen gelmezsen gel yağmur ay yüzleşip sakar Ken gül derdime una mehabbetimiz Kollarından bir kez yaşayışkın girer Sana kıvatamlar dostlarımız Yusuf'u uzatırlar Hadi Ana hoş gelmezsin Kollarından bir kez yaşayışkın girer Senin suretine üzgün gelir Canında dostlarında kırık kuysun İçkim kiler seninle çay içkim kiler Kullarından bir kez aşağı içkim kiler Senin suretine üzgün gelir Canında dostlarında kırık kuysun İçkim kiler seninle aşağı içkim kiler Sarılamam ben kuzeyimde Sarılamam ben sözlerimde Unutmadım canım, unutmadım 90'lı yıllarda suretimde
Sevdim çünkü yarın bina çok önemli Ay tamam
Hoş geldin. Kuşlarımız kanalı kanalı. Hoş geldiniz. Eshitmaymiz, qanaqa